Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salomlar bo'lsin. Butun dinni mehnatini qilagan insonlarga Alloh subhanahu va taoloning rahmati va barakati bo'lsin. Birodarlar, mana shu Muhammadiy masjidi Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgin rayoni Qo'rshoq qishlog'ida joylashgan Ahmadov ko'chasida. O'tgan yil mana shu masjidlarimizni yaxshi odamlar hisob berishdi. Allohim odamlardan rozi bo'lsin. Mana shu masjidimizga endi albatta bilasizlar, mo'min odam boshida do'ppisi bo'lganda masjidlar ham minorasi bilan bo'lgan albatta afzal, chiroyli. Minora ham bu bir islomiyatda bir belgisi, shiori. Mana shu masjidimizga bir 20 metrlik balandlikda minora solamiz deb maqsad qiluvdik, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra turibmiz hozircha. Mana menga kolonkani qo'yib qo'yganmiz. Shu kolonkamiz bir 10 metrdan nariroq berag'ida balandligi 11 metrmikin. Mana shu yerga mana tagiga biz 3 metr diametr, polni 3 metr. 3 metr, 3 metr, 3 metr и tagiga ham 3 metr qilib 2,5 tonna sement, 2,5 kamaz shag'al bilan beton qilib основаниясini qo'yib tashlaganmiz menga. Setkamak qilib juda zo'r 18lik 16lik armaturalarda qo'yib qo'yganmiz. И mana bu mana 22lik. Mana 22lik armaturadan mana 5 burchakli minora qilamiz degan maqsadda 5 burchakli qilib chiqarib qo'ydik. Endi buni diametri mana minoramiz mana bu paka hozirgi diametri 1,5 metr. Buni sal kattaroq qilsak ham bo'laveradi. Mana shu yerga imkon bo'lsa devordan uramizmi? Hozir mana uni bir 20 sm kavlasak tagida stashka chiqadi. Polni beton chiqadi. Aslida biz просто menlar bu yong'inlarga tekizlashlik uchun menga shag'al to'kib qo'yganmiz xolos. Buni tayini olib men keyin ko'rsatib beraman. Mana shu yerga minora qurishimiz kerak, subhanalloh. Biz mana shu yerda yashaymiz. Mana o'rik turgan uy, mana bizning eshigimiz, ota eshigimiz. Shu yerga imkonlar bo'lsa, inshaalloh Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun minora qo'yib bersalaringiz bo'lardi. Bu minoralarda rasxoti har xil ekan. 300 ming, 400 ming, 500 ming. Endi balkim bu bir o'ylab qolarman, isrof deb ham o'yladim o'zimcha gohida. Hozir videomga qarataman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir bor mana hozir gapirgan odamimiz, biz ismimiz Muzaffar. Men bir o'yladim, bu 300 ming, 400 ming bunga ishlatish balkim isrof deb ham o'yladim o'zim. Sabab deganda bu 300-400 ming odamga pulga masalan bitta odam uylab qo'ysa bo'ladi, yoki ikkita qizni turmushga bersa bo'ladi, yoki bitta qo'lida yo'q odamga bir ozgina uy solib bersa bo'ladi, yoki masalan bir 50-60 ta yetim yesirga masalan ro'za oyiga oziq-ovqat qilib bersa ham bo'ladi deb ham o'yladim. Chunki o'zim isrof qilishdan olisda yuraman, isrof qilmaslikka harakat qilaman. Lekin bir o'yladimki, bu bir masjidimizni ko'rki. Qaysi masjidni qarsang, qaysi bir Islomobod joyida ko'radigan bo'lsangiz, minoralari bor. Shunga lekin biz bir iltimos qilib ko'raylik Alloh subhanahu va taolodan va albatta Alloh subhanahu va taoloni Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu bandalari hozir ham bor. Bunga ishonamiz. Shunga Alloh uchun fisabilillah ihson qiladigan aka-ukalarimiz bor. Umidini Allohdan va buni evaziga faqat Allohdan yaxshilik kutadigan aka-ukalarimiz borligi uchun shunga biz bir harakat qilib ko'rdik. Chunki harakat qilsak Alloh subhanahu va taolo mana shu harakatimizga baraka beradi, xudo xolasa. Mana bu masjidimizni mana yonboshi. Hozir yonboshidan ko'ring. Mana masjidimizni yonboshi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lekin shuni shu yog'iga biz masjiddan madrasa solishimiz kerak mana. Uzunligi 25 metr, 23 metr, eniga 10 metr. Ikki etaj madrasa ham solishimiz kerak. Shu ham bizda hozircha turibdi. Ba'zi bir aka-ukalarimiz oz-ozdan ihson qilishyapti. Allohim ularning ham ihsonlarini qabul qilsin. Shunaqa yigitlar. Mana oldlarimiz, zaborlarimiz bor, dorozlarimiz bor. Inshaalloh, inshaalloh. Allohga oson. Shu o'zimizga xohlagan yaxshilikni sizlarga ilindik. Agar imkoniyatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun ihson qilsangiz juda bir o'rinli joy. Xo'p, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohim sizlarni topganlaringizga, iymonlaringizga, umrlaringizga, qilayotgan tijorat ishlaringizga Allohim fayz baraka bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.